Menga qaralaring, men hozir ishga ketyapman. Qaytib kelguncha hamma yoqda chinni piyola qilib o'tirlaring. Tushunlaringmi? Xo'p, kelaman men. Menga qaralaring. Hammang bilib ishlaringni qil. Allo, Tohir aka, xudo. Opalarim bor, nima g'amim bor? Yana menga qolib ketdimi hammasi? To'yingizga Shahlo Ahmedovani chaqirib. Unda mayli ishlar yo'q bo'ldi. Tur ovqat qil. O'zingni hozir shallaq ekanni bo'laydi. O'zing ovqat ham qilasan, ishlaring bo'lsa, uydan o'spirsang, kerak bo'lsa, podiziyam yig'tirib qo'yasan. Obi qarashmoqchi. Menga yetaman hozir. Shahlo, tur iltimos uydan yig'ishtirishga qarash borga. Bitta o'zimga qolib ketdi. Opam yigiti bilan sevishib yotibdi. Ha? Qarashchi, men ketdim. O'zingni ish qilib qo'yasan. Voy, meni kiyimlarimni kiyib olib qaytib ketyapsiz. Qo'llarimni kiyib olib. Xo'p, gapirma, Shahlo. Meni kiyimimni yo'lishyapsan, yo'lishyapsan. Kiyimimni kiyib olganini qarash chiqaysan bitta ish qilib ko'rishadi. Meni kiyimim. Allo qizlar, men bormanman, ishlarni qilib qo'yinglar. Voy, kelaring. Qo'yasizlar. Oyi, hamma ishlarni qilib top-toza qilib qo'ydik, hamma joyi zo'r bo'ldi. Молодец, aqlli qizlarim o'zimmi? Tilla qizlarim. Oyijonim, ishlarda charchab qolmadingmi? O'zim onam, men sizga aytsam, anularingiz. Hozir men bularni o'zim, Aziza, Umida, qancha tezroq kellaring, hozir meni. Asal qizim o'zimmi? Kichkintoyim.